Xo'p, demak boshladik. Bizda buguncha ikkita pozitsiya bor. Bilasizlar, mana oxirgi haftada bozor juda ham pastladi va bevosita ko'rayotgan bo'lsanglar, stop loss darajalari albatta bizda ham ko'p olindi va bu hafta birmuncha bizga juda ham qiyin o'tdi, lekin bo'sh kelish yo'q. Biz yana mana ikkita savdoga kirdik va bulardan juda ham yaxshi natija kutyapmiz. Birinchisi bu scalpingga berilgan ideya, lineya ideyasi va nima uchun berilgan? Hozir ko'rib chiqamiz. Trading o'tamiz va bizda hozircha bu berganimdan keyin уже mana deyarli 8% foydaga chiqdi hozircha. Va berganim asosiy sababi nimada? Bu yerda Elliot sabablarini ham aytib o'tib ketishim kerak. Ya'ni analiz nima uchun? Texnik sababini aytadigan bo'lsam, bu yerda bizda Elliotni 5 talik harakati yakunlandi. Mana bunaqa oladigan bo'lsak, 5 talik harakat yakunlandida va bu yerda ABC holati shakllanganidan keyin savdoga kirdik va bu bevosita klassik shu Elliotni tizimiga juda ham to'g'ri keladi va bu birinchi sababi. Ikkinchi sabab bo'ladigan bo'lsa, kattaroq time frame'da o'tkazamiz. Kattaroq time frame'da mana 2 soatli time frame va 4 soatli time frame'larda yaxshigina bu yerda divergensiv holat bo'lganligi uchun, ya'ni narxga nisbatan divergensiya shakllanganligi uchun, buni divergensiyani kim o'rgangan bo'lsa, buni juda ham yaxshi biladi, juda ham yaxshi instrument. RSI'da mana ko'rayotgan bo'lsak, yaxshigina divergensiv holat bo'lganligi uchun kirdim va bu albatta texnik sabablari edi. Bundan tashqari bu yerda qo'llab-quvvatlash darajasi ham albatta mavjud. Ko'rayotgan bo'lsanglar, juda ham bir marta, ikki marta va uchinchi marta aynan mana shu qo'llab-quvvatlash darajasidan reaksiya olyapti. Endi xo'p, davom etamiz. Keyingi sababi endi limitlar, ya'ni Tiger.com'da lineya bo'yicha ideal nima uchun berilganida, birinchi o'rinda sotib olishlarning hajmi, mana e'tibor berayotgan bo'lsanglar, juda ham kuchli sotib olishlar hajmiga ega bo'lyapti. Oxirgi shamlar nisbatiga, mana 1 soatlik shamlarga o'tadigan bo'lsak, juda ham yaxshi holatda. Agarda bu Tiger.com bilan ishlash videosi sizga kerak bo'lsa, mana shu tepada havola chiqadi, shu bo'yicha o'tib bemalol noldan o'rganishingiz mumkin. Hammasini tekinga o'rgatganman. Qanaqa nastroyka qilish kerak, nimalarga e'tibor berish kerak, hammasini tushuntirganman. Xo'p, bundan keyin davom etamiz. Shamlar nisbatiga qaraydigan bo'lsak, mana bu yerda juda ham sotib olishlar nisbati juda ham yuqori va $282,000, $92,000, $104,000 mana shu limitlar aktiv bo'lganidan keyin anchagina o'sish bo'ldi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, shuni hisobiga hozir ham mana o'sishlar yana davom etishi mumkin va sotib olishlar ham juda ham yuqori. Va sotuvlar nisbatiga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda 189,000, 127,000 juda ham kam miqdordagi sotuvlar bor. Sotib olishlar nisbatini e'tibor berayotgan bo'lsangiz, $200,000 dan yuqoriroq. Shu hisobiga xo'p, endi limitlarga e'tibor beramiz. Real vaqtdagi savdolarga e'tibor beradigan bo'lsak, deyarli 1:1, ya'ni bu yerda sotib olishlar ham, sotishlar nisbati ham hozircha 1:1 turibdi. Bu yerda hech qanaqa signal olinmadi. Lekin limitlarga e'tibor beramiz. Limitlarda hozircha sell limitlarimiz aynan mana shu yuqori darajalarga ko'proq sell limitlar joylashtirilgan. Asosiy mana 9% lik darajada joylashtirilgan $220,000 bu yerda sell limit bor. Ya'ni aynan mana shu yerda narx tushib ketishi mumkin. Va ikkinchi bizda sell limitimiz yana 12% lik darajada $142,000 sell limit bor va eng oxirgi bizni take profit darajamizga joylashtirilgan $40,000 sell limit bor, 18% ga to'g'ri keladi. Mana shu 3 ta sell limit bor joylarda biz qisqartirishimiz mumkin. Agar boradigan bo'lsa, misol uchun shu joylarga keyin bemalol sotishimiz yoki bozordan chiqishimiz mumkin. Albatta kuzatib turiladi. Agar bu qaysidir sell limitni olib turib agressiya bilan pastga tushadigan bo'lsa, men sразу o'sha Wellsteglarga aytaman, sotib olinglar bo'ldi, sell limit aktiv bo'ldi deb aytaman. Hozircha bizni maksimum take profitimiz mana shu 18% lik darajada bo'lib turibdi. Mana bu yerda belgilab qo'yganman va Wellsda ham xuddi shunaqa signal berilgan. Agar kim oramizda bo'lsa bu narsani biladi, agar bilmaganlar bo'lsa, Wellsda biz scalpingda xuddi shunaqa ishlaymiz va shaxsan o'zim signal beradigan bo'lsam, xuddi shunaqa signal beraman. Xo'p, davom etamiz. Bizda ikkinchi signal bu XPL tokeni edi. XPL tokeni bu bilasizlar, plasma juda ham shov-shuvga ega bo'lib ketdi. Nimaga shov-shuv bo'lib ketdi? Chunki bilasizlar, hozirda nima bo'ladi? Har xil platformalarni tokenlari yaratilyapti. Hyperliquid, undan tashqari mana yaqinda ko'rdik Aster va uchinchisi mana bu
plasma degan mana shunaqa loyiha chiqdi. Bu ham deyarli mana shu DEX birjalarida futures savdolarini amalga oshiradigan loyiha. Lekin buni qo'shimcha imkoniyatlari bor. Spot savdolarda ham bemalol bu birjada savdo qilishingiz mumkin. Ya'ni bu birja tokeni. Birja tokenida fundamental juda ham yuqori bo'ladi. Bu albatta texnik jihatidan juda ham mana trendni buzib, sekin mana test qiladigan jarayonda bo'lib turibdi. Bizda umumiy yo'qotish 19% ni tashkil qiladi. Bu endi swing trade uchun, ya'ni o'rta muddatli trade uchun topish darajasi bo'ladigan bo'lsa 88% ni ko'rsatyapti. Savdoga kirganmiz уже, hozircha mana bizda ozgina minus savdoga kirganmiz va sabablarini aytib o'tib ketaman. Birinchi o'rinda mana bu trend liniya buzilganligi, albatta texnik sababi, orqasiga yozib o'tamiz. Bundan tashqari divergensiv holat men ko'rganligim uchun, mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, divergensiv holat juda ham yaxshi shakllangan. Aynan mana bu yerda men chizib ko'rsatishim ham mumkin. Holati juda ham zo'r. Menga yoqib turibdi aynan mana shu holat. Shuning uchun divergensiyani ko'rganligim uchun o'sha yaxshi. Va undan tashqari yangilik chiqdi. Wellsda berganman buni. Wells guruhimizda aynan XPL bo'yicha yangilik berganman. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, deyarli qancha vaqtdan beri? Deyarli 4 yildan beri birinchi marta 2 milliarddan ortiq Ethereumga ega shu kit o'zini shu Ethereumlarini hammasini mana shu plasma anaqasiga, ya'ni loyihasiga, ya'ni platformasiga jo'natdi. Bu bevosita bekorga emas, 2 milliardlik, bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz 2 milliardlik tokenlarni yuborishini asosiy sababi bo'lishi kerak. Va bevosita agar savdo qiladigan bo'lsa, bu umuman bu tokenning narxi ham oshib ketadi va platformani hype ham ko'tarilib ketadi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, Hyperliquidni ko'rdik, Asterni ko'rdik, narxi o'sib ketgandi. Xuddi shunaqa PR holat bo'lishi mumkin va post ko'rinishida aynan Wellsga berganman. Ya'ni nima uchun signal berganligimni bu yerda ifodalab berganman. Va XPL ni mana shuni hisobiga ko'tarilish kerak deb aytganman. Bundan tashqari boshqa narsalarni ham muhokama qilib turamiz. Xo'p, davom etamiz. Bundan tashqari orqasiga o'tamiz. Endi XPL da qanaqa order flow mavjud? Tak, order flowlari bu yerda hozirda mana sotishlar nisbati birmuncha yuqoriroq. Bu yerda hech qanaqa signal ola olmadik, lekin mana bu yangilikni hisobiga va mana bu yerdagi limitlarni aktiv bo'lishi hisobiga men savdo ideyasi berdim. Bitta e'tibor berasizlar, 1 soatlik shamda 2 million dollardan, ya'ni deyarli 4 million dollardan oshiq покупкалар bo'lgan, ya'ni sotib olishlar bo'lgan. Endi sotishlar nisbatiga e'tibor beramiz. Bor yo'g'i 382 ming va 401 ming dollar xolos. Ya'ni endi bir-birini solishtiradigan bo'lsak, juda ham katta farq. Juda katta farq. Shuni hisobiga olishimiz mumkin. Bu yerda sotib olishlarini nisbati yuqoriligini bevosita ko'rishimiz mumkin. Va aynan hozirda mana sotib olishlarini nisbatiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 384 ming sotib olish bo'lgandan, orqasidan 382 ming sotilyapti. Ya'ni ko'pchilik bozorga kiryapti-da, shunchaki sotib chiqib ketishyapti. Mana shu yerda ham bitta odam bo'lishi mumkin, bitta order bo'lishi mumkin. Bundan tashqari 300 mana men bu yerda mana aynan hozir real vaqtda 404 ming dollarlik mana odamlar sotib olishni boshladi va sal pastroqda 416 ming dollarlik o'sha sell limitlari aktiv bo'lgan, o'sha lekin yuqorilagani sari bu покупкалар, ya'ni sotib olishlar nisbati oshib boryapti. Va undan tashqari undan avvalgi shamlarga e'tibor beradigan bo'lsak ham, bu yerda yaqqol ko'rinadi. Men 1,5 million dollarlik, yana men bu yerda 1,2 million dollarlik, 1,7 million dollarlik, 915 ming dollarlik bu yerda juda ham ko'p sotib olishlar bor. Ya'ni bevosita bu tokendan yaxshigina natija kutishimiz mumkin. Xo'p, endi buy sell limitlarga e'tibor beramiz. Real vaqtdagi buy limitlarga e'tibor beradigan bo'lsak, juda ham kuchli buy limitlar bor va nisbatini solishtiradigan bo'lsak ham deyarli mana bu yerda eng katta sell limit bu 253 ming 310 ming dollarlik ekan. Pastdagi buy limitlarni hisobiga oladigan bo'lsak, bu yerda ikkita 200 ming dollarlik va 400 ming dollarlik ham buy limitlar bor. Va ko'rayotgan bo'lsanglar, bu yerda farq juda ham katta. Shuni hisobiga endi biz yuqoriroqdan, misol uchun take profit darajamizni belgilashimiz kerak. Xo'p, take profitimizni men 205 darajaga belgiladim. Nima uchun 205 darajaga belgilaganligimni hozir ko'rsataman. Ungacha ham ancha misol uchun katta sell limitlar bor. Misol uchun mana bu yerda 569 ming dollarlik sell limit bor. Bu to'g'ri keladi hozirgi narxidan 31% yuqoriga ko'tarilganidan keyingi holatida. Va undan tashqari
187 ming bu sal kichkinaroq va 39 ming dollar, 39%da 39%da 1 million dollarlik yana sell limit bor. Buni ham albatta inobatga olib qo'yganman va hisobga olib qo'yganman. Shu narxga boradigan bo'lsa, aytiladi Wellsga sotinglar yoki ozgina ushlab turinglar deyman. Holatga qaraladi albatta. Bundan tashqari 45%lik natijada bu yerda mana ko'rayotgan bo'lsanglar 2 million dollarlik sell limit bor va aynan mana shu nuqtaga juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak, chunki bu eng muhim nuqta. Aynan mana shu yerda eng katta sell limit bor. Agar bu limitdan o'tib ketadigan bo'lsa yoki bu limit aktivlashishi tushadigan bo'lsa, biz keyin savdolarni bevosita davom ettirishimiz mumkin. Agar bu aktiv bo'lib turib, narx agressiya bilan tushib ketadigan bo'lsa, aytiladi savdodan chiqinglar deb. Hozircha endi biz sell limit qo'yganimiz asosiy sababini sizlarga tushuntiraman. 205 narxida, 205 narxida juda ham katta sell limit bor, ya'ni eng oxirgi o'sha sell limit bor. Tak, qani. Mana 329 ming dollarlik bu eng oxirgi sell limit. Nima uchun bunaqa joyga men o'sha take profitimni joylashtiryapman? Chunki nimaga agressiya yuqori va juda ham riski yuqori bo'lyapti. Unda 39% yoki 40% sotib chiqib ketganim yaxshi degan savol bo'lishi mumkin. Qaranglar, bu yerda real vaqtdagi trendlarni ham hisobga olish kerak. To'g'ri, sell limitlarni qanaqadir take profit hisobida hisoblashimiz kerak, lekin real vaqtdagi chiqayotgan yangiliklar va u tokenni fundamentalini o'rganib chiqish kerak. Ya'ni ko'ryapsizlar, fundamental juda ham yuqori. Ya'ni o'sha birja tokenlari har doim juda ham yaxshi potensialda bo'lgan. BNB ni ham biz ko'rdik, mana 1000 dollardan oshganini. To'g'ri, endi bu ancha uzoq muddatda bo'lgan, lekin men har doim birja tokenlariga e'tibor beradigan bo'lsam, juda ham kuchli o'sishga ega bo'lgan. Misol uchun biz Grassni ham ko'rdik. Grassni ham o'zining alohida platformasi bor. Yoki boshqa Telegramdagi har xil o'sha chiqayotgan Storm loyihasi, esingizda bo'lsa, Storm loyihasi ham chiqqanidan keyin 1000% gacha ko'tarilgan. Shuning uchun birja tokenlariga doim e'tiborli bo'lishimiz kerak. Oddiy misol uchun mana Hyperga ham e'tibor berayotgan bo'lsanglar, Hyper ham juda ham qimmat narxda turibdi. Xo'p, asosiy sabablari shu edi. Bizda hozircha mana bugungi holat bo'yicha 920, ya'ni kechki 920 sentyabr 2026-yil. Agar yana qanaqadir savdo ideyasi bo'ladigan bo'lsa, qo'shib boramiz. Xo'p, endi kundalikka keladigan bo'lsak, men asosan ChatGPT dan foydalanaman. Ya'ni ChatGPT ga qanaqadir ideya kelib qoladigan bo'lsa, shunday rasm ko'rinishida men yuboraman va u doimiy statistikalarni, mana shu ideyalarimni o'zi yangilab, o'zi mana bunaqa jadval ko'rinishida ko'rsatib boradi. Men e'tibor berayotgan bo'lsangiz, ikkita hozir mana yangi hozir kundalik ochdim. Ikkita XPL bilan linear tokenlarini bu yerda ko'rsatganimdan keyin bu yerda mana avtomatik qancha zarardaligi va qancha foydadaligini bu yerda realni ko'rsatib turibdi va buni avtomatik tarzda o'zi yangilab boradi. Misol uchun men buyruq bersam bo'ldi, kirib turib любой время ChatGPT ga yangila deb bersam, shu jadvalni nechta ideya bergan bo'lsam, o'zi yangilab menga yuborib turadi. Va buni qulayligi, ya'ni siz oylik nisbat bo'yicha bu jadvalni o'sha ChatGPT dan so'rashingiz mumkin. Ya'ni oylik nisbat bo'yicha bu narsani menga jadvalni tuzib ber deydigan bo'lsangiz, shundoq sizga tuzib beradi va o'sha bo'yicha kamchiliklaringizni ko'rishingiz mumkin. Va undan tashqari kim Google Sheets yoki Excel da ishlashni juda ham yaxshi ko'rsa, Excel ko'rinishida ham ko'rsatib berish mumkin. Misol uchun menga Excel ko'rinishida yasab bergan. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, mana sanasi, qanaqa tokenligi, entry, ya'ni imенно qayerda sotib olinganligi, stop loss darajasi, take profit darajasi, hozirgi narxi va natija qancha miqdorda, misol uchun foiz ko'rinishida va savdo ochilganligi. Xohlasanglar o'zingizlarni qancha miqdorda summa kiritganinglarni ham bu yerda belgilasanglar bo'ladi. Men kiritmadim, chunki ko'pchilikga bu narsa noto'g'ri tushunmasligi uchun qancha summani ham kiritib qo'ysanglar, bu yerda qancha summa yo'qotyapsiz va qancha summa topayotganligingizni ham bu yerda monitoring qilib borsangiz bo'ladi va bu hammasini ChatGPT sizni o'rningizga avtomatik tarzda bajaradi. Chunki to'g'risi men juda ham qanaqadir nimadir narsani yozishni yoqtirmaganligim uchun, shuning uchun har doim mana shu ChatGPT dan kundalik yuritishini so'rab boraman va bu menga qulay. Sizlar ham mana shundan foydalanishingiz mumkin. Xo'p, bizda soat 21:43. Bizda yana bitta ideya bor. Obl tokenida ideya topdik. Umuman fundamental jihatdan juda ham yaxshi loyiha va ancha vaqtdan beri bu kunlik nisbat bo'yicha juda ham kuchli korreksion fazada. Ko'rayotgan bo'lsanglar, juda ham ancha vaqtdan beri o'sha
konsolidatsiya yurganligi uchun va oxirgi vaqtda sotib olishlar juda ham kuchayib ketdi va biz skalping uchun savdoga kirdik. O'rta muddat uchun emas. Chunki iloji boricha bu video qiziqarli bo'lishi uchun skalpingga murojaat qilyapman. Chunki skalpingda baribir tezroq o'sha take profitga borish darajasi bo'ladi yoki o'sha stop loss darajasi ham qisqa vaqt ichida misol uchun hal qilinishi mumkin. Xo'p, texnik jihatdan ko'rayotgan bo'lsangiz, juda ham yaxshi holatda, o'sha listing bo'lganidan beri deyarli bu yaxshi ko'tarilgani yo'q va fundamental jihatdan ham juda ham yaxshi loyiha ekan, men o'rganib chiqdim. Xo'p, order flowga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda juda ham yaxshi sotib olishlar borligini mana bu yerda ko'rsak bo'ladi. Oxirgi vaqtda mana $27,000, $35,000 va juda ham ko'p o'sha sotuvlar bo'lgan. Aynan mana shu vaqtda va oxirgi 1 soatlik shamga e'tibor beradigan bo'lsak, oxirgi 1 soatlik shamda faqat sotib olish, hali umuman sell limit aktiv bo'lgani yo'q va mana bu nisbatga e'tibor beradigan bo'lsak, juda ham katta, $44 million ga $5 million. Umumiy savdo hajmi $50 million tashkil qilayotgan bo'lsa, o'shani deyarli 80% dan ko'prog'i o'sha sotib olishlarga. Bevosita bu tokenning narxini tez orada ko'tarib yuborishini o'sha kutishimiz mumkin. Mana hozirning o'zida o'sha biz savdo ochganimizdan keyin, o'sha savdoga kirganimizdan keyin biz foydada bo'ldi va real vaqt rejimida ko'rayotgan bo'lsanglar, juda ham katta miqdorda summalar kirib kelyapti. $2,000, $100, $200, xullas $800 har xil katta summalar bozorga kiryapti. Undan tashqari endi limitlarga va nima uchun take profit va stop loss darajalari bunaqaligini tushuntirishga harakat qilaman. Xo'p, kirishimiz asosiy sababi bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, juda ham katta buy limitlar aktiv bo'lgan va real vaqt rejimida juda ham kuchli sotib olishlar bo'lganligi uchun va stop loss darajasini iloji boricha texnik jihatdan minimal darajaga joylashtirishga harakat qildim va uni foydaga chiqqan sari buni ko'tarib boraveramiz. Albatta buni ham ko'rsatib boraman. Xo'p, endi take profitga keladigan bo'lsak, take profitimiz asosan unchalik ham baland emas, agar adashmasam 25% atrofida va nima uchun bunaqa qo'yganligimni hozir sizlarga tushuntirib beraman. Tak. Xo'p, hisoblaymiz. Aynan qancha miqdordaligi 26% ga to'g'ri kelar ekan. 4 soat vaqt ichida tak 26% bo'ladigan bo'lsa, aynan mana bu joyda mana e'tibor bering, bu yerda $3,000 sell limit bor, ya'ni sal kattaroq. O'sha savdo hajmi birmuncha kichkina, lekin iloji boricha shu konservativroq savdo qilish uchun mana bu yerda $3,000 va $1,500 bu yerda sell limit bor ekan. Shu hisobiga mana shuni oldim. Bundan pastida ham misol uchun mana bu yerda $10,000 sell limitlar bor, 14% darajada. Mana shu joyga men o'zim o'sha alertlarimni joylashtirib qo'ydim. Aynan mana shu joylarga kelgandan keyin biz ko'ramiz, agar bu yerda kuchli agressiya bilan narx pastga tushadigan bo'lsa, aynan mana shu yerlarda ham savdodan chiqishimiz mumkin. Xo'p, bu savdo uslubi yana davom etishi mumkin, ya'ni take profitga borgandan keyin ham misol uchun ozgincha qisqartirib yana davom ettirib ushlab turishimiz mumkin, chunki kunlik nisbat bo'yicha hali bu yana ko'tarilishi kerak. Shuning uchun tepada ham juda ham kuchli sell limitlar bor. Aynan mana $337,000 49% natijada $337,000 bu yerda eng katta sell limit yotibdi. Aynan mana shu zonani ham belgilab qo'yamiz. Bu narxi to'g'ri kelar ekan. 17 sent atrofiga to'g'ri kelar ekan. 17 sent atrofiga ham ikkinchi take profitimizni joylashtirishimiz mumkin. Ya'ni birinchi take profitimiz 14 sentda bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi take profitimiz 17 sentga to'g'ri kelar ekan. Prям shunda 17 sentni o'ziga qo'ymaymiz, sal pastroqga qo'yamiz. 16,903 ga qo'ydim. 16,903 bu normal. Take profit darajasi. Agar biz o'sha joygacha boradigan bo'lsak, umumiy hozirgi foydamiz 51% ni tashkil qilar ekan. Hozirgi birinchi take profitdan agar to'liq yopadigan bo'lsak, bizda 26% darajani saqlab qoladi. Hozirgi vaqt rejimi, tak, aytish esimdan chiqibdi. Bizda hozir 26-sentyabr kechki soat 10 bo'ldi. Ya'ni 22:00. Keyingi g'oyalar bo'lsa, albatta yana yoritib boraman. Xo'p, natijalarni qisqacha bo'lishib o'tib ketay. Hozircha natijalarimiz yaxshi. Umumiy mana kanalga ham yubordim. Ko'rgan bo'lsanglar, kanalga men jo'natdim. Hop, mana ChatGPT bizga shu hammasini tuzib beryapti va telefonda ham men o'zim bu narsani kuzatib boryapman. Misol uchun ChatGPT ga istalgan vaqtda bu narsani yangilatib buyruq beradigan bo'lsam, bu hozirgi natijalarni yangilatib berish mumkin. Hozir mana yangi buyruq beramiz, yangilatib va hozirgi holatda ko'ramiz.
Adashmasam hozir Obol ham уже foydaga chiqdi. Necha foiz foydadaligini ko'ramiz. Xo'p. Hozirgi holatda ozgina o'zgarish bor. Mana bunaqa o'zgarish. Mana ko'rinayotgan bo'lsa, o'qib beraman va ekranni ham chiqarishga harakat qilaman. Hozircha 6.15% birinchi XPL pozitsiyamiz o'zgargani yo'q. Linea tokenimizda 788% bo'lgan, ozgina ko'tarish bo'lgan va Obol tokenida 0.75% hali o'zgarmadi. Hozircha kutyapmiz. Xo'p, ko'ramiz endi keyingi yangilanishlarni albatta yana yoritib boraman. Xo'p, bugun dushanba 29-sentyabr va savdolarni boshlaymiz. 2 kun dam oldim. Iloji boricha shanba, yakshanba kunlari savdo qilmaslikka odatlanganman va sizlarga ham tavsiya beraman savdo qilmasliklarini. Chunki nimaga? Bilasizlar, Amerika fond bozori yopiq bo'ladi va aynan o'sha vaqtda likvidlik juda ham past bo'ladi. Manipulятsion holatlar va kuchli o'zgarishlar ham bo'lishi mumkin, lekin iloji boricha skalping savdolarini to'xtatishga harakat qilaman. O'rta muddatli savdolar bo'ladigan bo'lsa, olishim mumkin. Mana shanba, yakshanba kuni ham faqatgina bitta pozitsiya oldik. Hozir uni ko'rsataman sizlarga. 13-17 bugungi savdolarimiz nimalar bo'lganligini sizlarga va natijalari bilan bo'lishaman. Xo'p, demak, XPL tokenimiz hozircha ozgina biz olganimizdan keyin maksimum 39%, deyarli 40% ga ko'tarilib, hozir ozgincha pastladi, ya'ni olgan narximizgacha ushlab turibman. Nima uchun ushlab turganligimni sababini aytaman. Bu narsani Wolfga ham aytdim va xabar ham chiqdi. Ya'ni nima uchun ushlab turibman? Bilasizlar, Koreya birjasida juda ham ikkita katta birja bor. Bittasi Bithum, bittasi adashmasam aniq nomi esimda yo'q. Xullas, ikkita katta birjaga har doim tokenlar listing qilinganidan keyin u tokenlarning narxi doim ko'tarilgan. XPL ham bugun mana soat 11:39 da Bithum birjasida, ya'ni Koreya birjasida listing qilindi. Listing qilindi degani endi bu kattaroq yana birjalarga уже savdoga qo'shildi degani. Yana sotib olish imkoniyati. Ya'ni endi koreyaliklar ham bu tokenda savdo qilish mumkin degani. Va bevosita har qanday tokenni tarixiga bir e'tibor bergan bo'lsanglar, aynan mana shu Koreya birjalarida listing qilinganidan keyin narxi juda ham kuchli o'sib ketgan. Va hozir mana listing e'lon qilinganidan keyin unchalik ham misol uchun o'zgarish bo'lmadi tokenda. Lekin men kutyapman o'zgarish bo'lishini. Chunki nimaga? Yana qo'shimcha likvid, yana ko'proq birjalarda listing e'lon qilinsa, yana qo'shimcha likvid qo'shilib boraveradi. Bevosita mana Coinbase da hali listing e'lon qilingani yo'q. Yoki boshqa misol uchun mana Crypto.com katta birjalar bor. Mana shu birjalarda ham listing e'lon qilinsa, albatta bu tokenning narxi yaxshigina ko'tarilib ketishi kerak bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Tak, keyingisi bizda XPL ni kutamiz. Hozircha 8% plusda turibdi. Obol tokeni mana yaxshigina mana ertalabdan ko'tarilish berdi, 12% daromadda turibdi. Hozircha buni ham ushlaymiz va take profit darajasigacha ushlab turamiz. Take profitimiz to'g'ri keladi 26% darajaga. Linea tokeni juda ham o'zini yaxshi ushlab turibdi. Xo'p, mana Linea tokeni juda ham o'zini yaxshi tutyapti. To'g'risi menga yoqyapti. Aynan hozirning o'zidan mana e'tibor bering. Hozir kirishimiz bilan deyarli mana shu yerning o'zida ham bir adashmasam 1% ga ko'tarildi bu. 9% plusda turibdi. Juda ham fundamental kuchli token va texnik jihatdan ham menga juda ham yoqyapti bu token. Buni take profit darajasini teparoq qo'yishim ham mumkin, ya'ni o'zgartirishim ham mumkin. Hozir mana ko'rayotgan bo'lsanglar, hammasi o'sha plusda turibdi. Endi bizda yana bitta plus token olganmiz. Eliza tokenini o'rta muddat uchun oldim buni. Take profit biroz kattaroq, deyarli bu ham o'sha foydaga chiqdi, 1%. Ko'rayotgan bo'lsanglar, take profit darajasi 214%. 214% nima uchunligini sizlarga aytaman. Texnik jihatdan mana ko'rayotgan bo'lsanglar, Elliot nazariyasiga ham juda ham to'g'ri keladi va bu yerda mana ancha vaqtdan beri tushib kelayotgan trend kunlikda. Даже bu listing bo'lganidan beri hali kuchli unaqa o'zgarishga ega bo'lmadi, to'g'ri. Mana bu yerda bir muncha ko'tarish bo'ldi. Xuddi shunaqa ko'tarish bo'ladigan bo'lsa ham aynan mana shu eng minimaldan hozir kiryapmiz.
Agar xuddi mana shu joyidan ko'tarish bo'ladigan bo'lsa, xuddi shunaqa. Endi solishtirib ko'radigan bo'lsak, deyarli bir xil mana shunaqa ko'tarish bo'lishi kerak. Va shuning uchun ham men bu tokendan 214% daromad kutyapman. Chunki bu holatda menga juda ham yoqyapti va oxirgi 24 soat ichida ham sotib olishlar nisbati deyarli 860% ga oshgan. Ya'ni savdo hajmi bu. Shuning uchun bu tokenni saqlab qo'ydim va take profit darajasi 26.9 darajaga to'g'ri keladi. Xo'p, bu token haqida ozgincha ma'lumot berib o'tib ketaman. Bu token AI agent, ya'ni sun'iy intellektlarni agenti. Siz endi misol uchun dasturchi emassiz, lekin o'zingizga qanaqadir bir agent, ya'ni sun'iy intellekt sizni o'rningizga ishlashini xohlaysiz. Nima qilasiz? Shu agent tuzasiz. Agent qanaqa? Agent sizni o'rningizga kod yozib, siz o'sha xohlagan ishni bajaradigan mana shunaqa sun'iy intellektni agentlari bo'ladi. AI agent deb aytiladi. AI agentlar hozir juda ham e'tiborli bo'lib turish kerak. Hozir juda ham narxi arzonlagan AI agentlarni. Bular kelajak deb o'ylayman. Aynan bu yo'nalishdagi, bu kategoriyadagi tokenlar kelajak deb o'ylayman. Nima uchun unaqaligini ham alohida xudo xolasa tushuntiraman. Juda ham bo'ladi. Qiziqarli va foydali bo'lgan loyiha xullas. Xullas mana shu loyihaga invest kiritdik va kuzatamiz endi holati qanaqa bo'ladi. 30-sentyabr soat 1:21. Xudo xolasa mana sentyabrni ham sekin yakunlayapmiz. Oktyabr oyiga o'tyapmiz. Xudo xolasa juda ham yaxshi oy kutiladi oktyabr oyi. Va bizda trade uchun ikkita pozitsiyani qo'shimcha olindi. Birinchisi bu Lurper loyihasi, LRK tokeni nima uchun pozitsiya olganligimni hozir qisqacha tushuntiraman. Ideya qanaqa bo'lgan? Ideya mana bunaqa. Ko'rayotgan bo'lsanglar, umumiy topish, ya'ni 25% uchun savdoga kirildi. Stop loss darajasi -10%. Scalping uchun kirildi. Iloji boricha scalpingni savdo qilishga harakat qilyapman, shu video cho'zilib ketmasligi uchun. Va undan tashqari Santos loyihasini o'rta muddat uchun invest kiritdik. Va unda ideya mana bunaqa bo'ladi. Nima uchun fan tokenlarida hozir savdo qilayotganligim asosiy sababini ham keyinchalik tushuntirib beraman. 55% lik maqsad bilan hozircha mana 1% foydada turibdi va 17% risk qildim. Xo'p, davom etamiz. Endi sabablari haqida gaplashadigan bo'lsak, xo'p, LRK tokenida asosan уже bu yerda mana ko'rayotgan bo'lsanglar, o'zgarish, ya'ni maksimum darajani yangilanishi shakllangan. Aynan mana bu joyda maksimum buzib va o'sha maksimum darajani уже yangilaganidan keyin endi tepaga harakat qilyapti va plus Ishimoku darajasidan уже yuqoriga chiqishni boshladi. Ya'ni sotib olish hajmi o'syapti, sotish hajmini buzishga yaqin. Va undan tashqari Elliot darajasi bo'yicha qaraydigan bo'lsak ham, Elliot darajasi bo'yicha ham ancha 5-harakat yakunlangan. Aynan hozirgi holatda 5-harakat yakunlanganidan keyin bevosita mana qaraydigan bo'lsak, trend liniya ham bor. Bu yerda trend liniya tortadigan bo'lsak, aynan mana shu trend liniyani buzadigan joyda turibdi. Trend liniyani hozir buzib turib ketadigan bo'lsa, aynan mana shu zonada juda ham yaxshi уже pump holatini ham kuzatishimiz mumkin. Aynan LRK tokenida. Va undan tashqari Elliotda ham mana 5 talik harakat yakunlangan. 0, 1, 2, 3, 4 va 5-harakat. Va bevosita biz endi yana tepaga mana bunaqa holatlarni kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Va take profit darajasi ham xuddi shunaqa. Xo'p, endi nima uchun take profitni 25% ga qo'yganligimni qisqacha tushuntirib beraman. Xo'p, 26% lik darajada $17,000 sell limit bor. Aynan mana shu darajada bu 11 sent atrofiga to'g'ri keladi. Mana bu ya'ni 11 sent atrofida mana shu narxlarda 11 sent atrofida juda ham kuchli $17,000 sell limit bor va bu 25% darajaga to'g'ri keladi. Nima uchun sal pastroqqa qo'ydim? Take profitni, ya'ni 25% darajaga qo'ydim. Doim take profit qo'yganingizda o'sha qayerdadir sell limit ko'rdingizmi? Aynan mana shu yerda order bormi? Kattaroq order. Shuni ozgina pastroqqa qo'yishga harakat qiling. Agar
bu limit yana ozgina pasayishni boshlaydigan bo'lsa, ya'ni spuferlar bo'lsa, bu limitlarni ozgina o'zgartirishi mumkin. Ya'ni pastroqqa tushirishi mumkin. Ya'ni narx aynan yaqinlashayotgan vaqtda birdaniga take profitingizga tegmasdan tushib ketishi mumkin. Shuning uchun konservativroq savdo qilish uchun aynan mana shu narsa juda ham muhim. Take profitni iloji boricha o'sha belgilangan narxdan ozgina 1% pastroqqa tushirib qo'ysangiz, take profit olish darajasi birmuncha ko'proq bo'ladi. Unaqa qilmasangiz, misol uchun uxlayotgan vaqtingizda take profitga borib turib qaytib ketgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun iloji boricha men take profitni ozgina 1% bo'lsa ham pastroqqa joylashtirishga harakat qilaman. Xo'p, davom etamiz. Santos nima uchun va sabablarini hozir tushuntirib beraman. Xo'p, Santos tokenida ideya o'sha mana ko'rsatganimdek 55% va nima uchun Santos tokenini aytyapman? Chunki Santos tokenida fan token, bu bilasizlar, shu Santos futbol klubini fan tokeni. Oxirgi vaqtda fan tokenlarini harakati juda ham menga qiziqarli bo'lib qoldi, chunki har yakshanbada e'tibor berayotgan bo'lsam, shu fan tokenlar birdaniga ko'tarilyapti. Biz ko'rdik, mana Barselona o'sha komandasini juda ham kuchli ko'tarishga ega bo'lganini ko'rdik. Va undan tashqari nima bo'ladi? Roma guruhiniki o'sha fan tokenini ham ko'tarishga ega bo'ldi. Mana misol uchun Asr shu Romaniki mana e'tibor berayotgan bo'lsanglar, juda ham yaxshi, deyarli 1000% dan oshib ko'tarildi. Aynan mana shu Roma fan tokeni. Va Santosda ham xuddi shunaqa holat. Ya'ni Santosda ham xuddi shunaqa texnik jihatdan bir-biriga o'xshash holat bo'lganligi uchun o'zi texnik tahlil qilib bo'lmaydi, to'g'risi bularni asosan mana shu kirayotgan likvidligiga qarab turib analiz qilishga harakat qilamiz va Santosda ham xuddi shunaqa texnik holat. Aynan o'sha Asr bilan bir xil. Ya'ni Asr bu o'sha Romani nima bo'ladi? Fan tokeni Asr nomida chiqadi. Va aynan texnik jihatdan bir-biriga juda ham o'xshash bo'lganligi uchun hech bo'lmasa qisqa 55% lik daromad uchun savdoga kirilgan. Xo'p, endi nima uchun bu yerga take profit darajani qo'yganligimni tushuntiraman. $3 narxida take profit darajamiz va u 55% darajaga to'g'ri keladi. $3 narxida. Xo'p, tushuntirib beraman. Xo'p, e'tibor bering, mana eng katta sell limit aynan $3 narxida turibdi. Bu $125,000 lik. Savdoga kirilgan faqat $125,000 juda ham katta limit aynan mana shu joyga shakllantirilgan. Va bevosita bunaqa limit hech qayerda yo'q. Buyda ham, sellda ham faqatgina mana shu yerda bor. Va shuning uchun men ozgina biroz pastroqqa joylashtirdim. Mana shu sell limitga take profitimni joylashtirdim. Vot mana sabab va o'rta muddat uchun mana shu ideyani oldimda va kutamiz endi natijalar. Xo'p, umumiy natijalar ko'rsatadigan bo'lsam, XPL biroz bizni sotib olgan narximizga tushdi. Mana bu yerda sotib olgan edik. Sotib olgan narximizga tushdi va yana qo'shimcha sotib oldim. Va take profitimiz o'zgargani yo'q. Qani ko'ramiz, agar mana bu maksimum darajaga keladigan bo'lsa, birmuncha savdodan chiqishimiz mumkin. Hozircha shu sotib olgan narximizga bir marta tushgan vaqtida men qayta sotib oldim. Ozgina hozir 1% atrofida plyusda turibdi. Linea hozircha foydada, umumiy hisobda 5-6% foydada va yana qo'shimcha sotib oldim aynan mana bu joydan. Va yana o'zimiz sotib olgan narximizga buy limit joylashtirib qo'ydim va kutyapmiz hozircha. Va o'zgarish yo'q va o'sha take profitgacha kutiladi. Obl tokeni 12% gacha ko'tarilib, ozgina pastladi va hozirda 5.27% daromadda turibdi. To'g'ri berayotgan bo'lsalar. Iliza tokeni 2-3% daromadda turibdi va o'zgargani yo'q. Take profit darajalari xuddi o'shanaqa. Va Lerka Santosni tushuntirdim. Mana shu hozircha bizda ochiq savdolar. Xudo xolasa qolganlarini sekin-sekin yana ko'paytirib boraveramiz. Va hozircha umumiy hisobda baribir plyusda chiqib turibmiz. Hech qanaqa minus yo'q. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, hammasi o'sha plyusda. Ba'zilarida misol uchun kattaroq plyus, ba'zilarida kichkinaroq plyusda turibmiz. Va bularni oxirigacha olib boramiz. Va agar
bozordan chiqish kerak bo'ladigan bo'lsa chiqamiz va hozirda mana oyni oxiri va oyni boshidan kuchli ko'tarilishlar yoki kuchli o'zgaruvchanlik bo'lishi mumkin. Shuning uchun iloji boricha mana shu oyni oxirigacha kutamiz va oyni boshidan qanaqa holatda bozor ochilishiga qarab turib o'z savdolarimizni boshqaramiz. Hozircha shular. Rahmat. Hammaga xayrli kun. Demak, bugun 4-oktyabr va nihoyat mana oktyabr oyini juda ham yaxshi kayfiyatlarda boshlab oldik. Nimaga unaqa deyotganligimni ko'rsataman. Bizda live trade'ni mana bugun 7-kuni va oxirgi kuni va nihoyat yarasha ishlarim bor va o'sha ishlarim jarayonida misol uchun pozitsiyalar olib borishim mumkin. Hozirda soat 1:35 kunduzgi. Hop, davom etamiz. Bizdagi pozitsiyalar bir bizdagi pozitsiyalar bir ko'proq pozitsiya olganmiz. Ko'radigan bo'lsak, hammasini mana hozirlik aytaman. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, AXZ ya'ni Arena tokenidan deyarli bir kunning ichida 25% daromad olib chiqib ketilindi. Ideya Wells'ga berilmagan edi, lekin o'zim misol uchun shaxsiy savdo qildim va aynan bu narsani Telegram kanalda bo'lishganman. Olingan pozitsiyasi 100% order book orqali olingan. Kirish zonasi ham ideal va chiqish zonasi ham juda ham ideal bo'lgan. Hozir sizlarga aniq holatini ko'rsataman. Kim agar Telegram kanalda bo'lmasa, mana shu profilni shapkasida bo'ladi. Telegram kanalga o't olsanglar bo'ladi. Bemalol. Ikkizi bevosita bu haqda alohida post joyladim. Albatta, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, kirish zonasi va chiqish zonasi take profit darajasi va bir kunning ichida mana shunaqa holatda olingan pozitsiya. Analiz qilinganligi 100% order bookda analiz qilingan. Va kirgan vaqtimni ham alohida aytib o'tib ketganman. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, kirilgan narxi 0.0541 zonada kirilgan va take profit darajasi ham ideal chiqish take profit bo'lgan. Aynan mana bu joyda, ya'ni 0.63-20 zonalar atrofida chiqish bo'lgan. Ko'rayotgan bo'lsanglar, juda ham ideal va bu foyda bilan yopildi va umumiy XPL dan olgan pozitsiyamizni zararini yopdik desak ham bo'ladi. Ya'ni bu bevosita yaxshiroq summaga olinganligi uchun hozir deyarli o'sha plyusga chiqdim. XPL da hop qayta pozitsiya olganmiz va olgan pozitsiyalarimizni misol uchun mana ko'rishingiz mumkin. Birinchi pozitsiyamizda deyarli 13% yo'qotish bo'lgan edi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, 13% yo'qotish bo'ldi va lekin hozirda mana yana qayta 2 marta pozitsiyaga kirganman va stop loss darajamiz 21% minusda turibdi. Va topish darajasi 125% turibdi. Bu take profit balki o'zgarishi mumkin. Hozircha agar take profit bu yerda yoqmaydigan bo'lsa, mana bu yerlarni o'zida ham misol uchun $1.60 atrofida qayta savdoni ko'rib yopib yuborishim mumkin. Lekin hozircha ideya shu, mana shu 125% gacha saqlab turibman. Xo'p, davom etamiz. Linea tokeni. Linea tokenida hozircha biz foydadamiz. Mana 5%, deyarli 6% atrofida foydada turibdi. 2 marta pozitsiya olingan, bo'lib olingan edi. Va o'sha bu bo'yicha analizni ko'rgansizlar. Obl tokeni bo'yicha ham ko'rib chiqamiz. Obl tokenida ham deyarli hozircha olgan narximizda turibdi. Ozgina minusda. Lekin yaxshigina potensial kutib turibman aynan bu tokendan. Buni take profitini biroz teparoq qo'yishim ham mumkin agar ko'tarilishni boshlaydigan bo'lsa. Hozircha hammasi 0 darajada turibdi, ya'ni o'zimiz olgan narximizda. Xo'p, foydadagi yana bitta pozitsiyamiz bu Eliza tokeni, ya'ni AI16Z tokeni. Ko'rayotgan bo'lsangiz 15% daromadda turibdi. Xo'p, endi stop loss darajani bemalol ko'tarishim mumkin. Yuqoriroq mana ko'tarib qo'yaman. Что endi sekin-sekin stop lossni ko'tarib boraverish kerak. Doim misol uchun skalping savdo qilganingizda bu narsa juda ham muhim. Topish darajasi 2.8%, 2.8% ligini sababini aytganman avvalda. Davom etamiz. Santos tokeni.
Fan token hozirda biroz ko'tarilib, yana bizni olgan narximizga qaytdi. Va hozircha agar yana qo'shimcha yana ozgina arzonlashadigan bo'lsa, mana bu yerlarda yana qo'shimcha sotib olishim mumkin. Lekin hozircha mana shu ideya. Chunki nimaga? Asosan fan tokenlar shanba, yakshanba kunlari kuchli o'zgarishga ega bo'ladi. Shuning uchun mana bugun shanba. Bugunni o'zida ham soch yaxshi ko'tarilish bo'ladigan bo'lsa, bu tokenda imkoniyatlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun ideya o'zgarmagan va hozirda o'zimiz olgan narximizda turibdi. Xo'p, Lurper tokeni. Lurper tokeni ham deyarli olgan narximizga yana qaytib keldi. Hozircha mana ko'rayotgan bo'lsanglar, ko'p tokenlar deyarli olgan narximizda turibdi va bittagina Expel tokendan stop loss oldik xolos. Xo'p, albatta FOMO ham bor. FOMO qanaqa? FOMO mana bu tokenda mana ko'rayotgan bo'lsanglar, Switch tokeni bo'yicha alohida aytgan edim. Biz chiqib ketgan edik aynan mana bu zonada, lekin biz chiqib ketganimizdan keyin umumiy hisobda olgan joyimizdan shu tepagacha 232% gacha ko'tarilgan. Albatta yaxshigina FOMO oldim, chunki 232% juda ham yaxshi narx bo'lgan, chunki biz bor yo'g'i 61% atrofida savdolarimizni yopganmiz. Afsuski yana biroz sabr qilganmiz, yo'q 200% darajada sotishimiz mumkin edi, lekin bu bo'lmadi. Davom etamiz. Endi bunaqasi bo'lib turadi. Hech kim misol uchun 100% tokenni qatgacha borishini bilib bo'lmaydi. Muhimi foyda bilan bir kun ichida bu savdo yopilgan. Davom etamiz. SEI tokeni. SEI tokeni bo'yicha mana analiz hozircha olgan narximizda turibdi. Bu ham stop loss darajasi 15% va aynan bu SEI tokeniga alohida e'tibor berishinglarni men tavsiya bergan bo'lardim, chunki bu tokenda potensial juda ham yuqori. Tez orada SEI ETF'lar ham tasdiqlanishi mumkin. Mana tez orada misol uchun Solana ETF tasdiqlanadigan bo'lsa, SEI ETF ga ham tasdiqlanish imkoniyati birmuncha yuqori. Va buni blokcheynida ishlaydigan alohida protokollar ham juda ham mashhur va katta insiderlar aynan bu SEI ga invest kiritgan va aynan hozirda misol uchun mana neckline zonada turibdi. Texnik jihatdan juda ham ideal zonada va men qayta savdoga kirishim mumkin. Misol uchun pastroqqa yana tushadigan bo'lsa, yana qayta savdoga kirishim mumkin. Xo'p, Kaiya tokeni hozircha biroz mana 1.36% minusda turibdi. Buni ham ideyasini berganman va kutamiz. Xolos bu tokenda ham juda ham yaxshi potensial bor. Albatta kutamiz, bu tokenda yaxshigina imkoniyat bor. Xo'p, kechagina PAL tokenini bergandim. PAL AI, bu ham AI agent, ya'ni sun'iy intellektning agentlaridan. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, juda ham yaxshi potensialda. Mana 20%, 24 soat ichida 20% daromad berdi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, hozircha foydada turibdi. Take profit darajamiz 109% ni tashkil qiladi va juda ham ideal analiz bo'lgan, chunki bu tokenni deyarli 1 oydan beri kuzatib analiz qilib kelayotgandim va buni ideyasini alohida Telegramda berganman. Kim kuzatgan bo'lsa, aynan PAL tokeni bo'yicha men alohida analiz bergandim. Qachon bergan ekanman ideyani mana. Deyarli PALga ideyani 30-avgustdan beri analiz. Ya'ni 30-avgustdan beri mana shu narxga tushishini biz kutayotgan edik. Va aynan biz kutgan narxga keldi va biz savdoga kirdik. Ko'ryapsizmi qanaqa tizimli savdo? Narxi birmuncha orada ko'tarilib ketdi, juda ham ko'tarilib ketdi-da, keyin o'sha pastga tushib, o'sha aynan biz kutgan zonaga bordi-da va aynan o'sha joydan mana biz 20% bilan savdoga kirdik. Ya'ni hozir 20% foydada turibdi. Bilib qo'ying, agar sizda tizimli savdo bo'lmasa, ming qanaqadir chizing foydasi yo'q. Misol uchun men bu narsani kutdim, 1 oydan beri analiz qilib, mana shu narsani kutganligim uchun men yaxshi pozitsiya olganman. Va ko'rayotgan bo'lsanglar, natijasi ham juda ham chiroyli. Qancha pastdan olsangiz, shuncha ko'p daromad olasiz. Va ozgina misol uchun ko'tarilish bo'ladigan bo'lsa ham sizga yaxshi foizlarni beradi. Xudo etamiz, bizda yangi savdo yana AR tokeni. AR tokeni ideyasi hozircha mana bunaqa. Aynan hozirda. Buy limit bor, biroz pastroqda Fibonacci 0.22 zonasida buy limit bor, chunki nimaga? Bu yerda trendni yana bir marta tasdiqlash imkoniyati bo'lishi mumkin.
trend yana bir marta tasdiqlaydigan bo'lsa, bizda mana bu yerda buy limit bor va kechani o'zida savdoga kirganmiz. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bu yerda topish darajasi 123% belgilangan. Nimaga? Chunki bu pump token aynan o'tgan yil ham bu tokendan juda ham yaxshi daromad olganmiz va ancha vaqtdan beri o'zi yig'ilib kelayotgan token bo'lgan. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, aynan mana shu joydan ko'p marta, misol uchun, ko'tarilgandan keyin pump bergan. Aynan o'tgan yil ham juda ham kuchli o'zgarishlarga ega bo'lgan. Va bu yil ham bu tokenda ko'tarilish bo'lishi kerak. Shuning uchun potensial bor va fundamental jihatdan ham juda ham yaxshi. Kutamiz. Xo'p, ideyalar hozircha shular. Ortiqcha ideya qilmadim. Endi bularning natijasini kutamiz. Qaranglar. Buguncha mana shu yergacha 7 kunlik savdolarimizni yoritishni yakunlayman. Endi bu videoni ikkinchi qismi chiqadi. Ikkinchi qismi qanaqa bo'ladi? Endi bundan keyingi o'sha bir haftalik bo'lgan jarayon, ya'ni bularning natijasini ko'rsatamiz. Agar qo'shimcha pozitsiya oladigan bo'lsam, ularni ham ko'rsataman. Va iloji boricha buni 3-4 hafta, ya'ni toki dekabr oyigacha davom ettiramiz live trade'larni va qanaqa holatda ketayotganligini kuzatib borasizlar. Xo'p, agarda men bilan birgalikda mana shu unaqa pozitsiyalarni olmoqchi bo'lsanglar, marhamat, bizda alohida yopiq guruhimiz bor. Guruhimizning nomi Wells. Bu yerda qanaqa bo'ladi? Siz bemalol aynan men bilan signallarni Telegram kanalda qarang, nechta bo'lim bor? Bizda scalping bo'limi bor va keks signal bo'limlari bor. Ya'ni bu o'rta muddatli, uzoq muddatli ideyalar beriladi bu yerda. Scalping bo'ladigan bo'lsa, bu qisqa muddatli ideyalar beriladi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, oxirgida mana TVT ideyasi berildi. Mana TVT ni ham ko'rib chiqamiz hozir qanaqa holatda turganligi. 1 soatlik time frame berilgan. Hozircha biroz foydada bo'lish kerak, adashmasam. Ozgina foydada turibdi. Mana scalpingga berilgan va ozgina foydaga chiqqan. 1 soatlik time frame da kecha berilgan. Va kutyapmiz va 31% lik daromad kutilyapti va yo'qotish darajasi 8%. Bu qisqa muddatli savdo uchun berilgan. Scalping mana tek o'zgarish mumkin deb yozib qo'yganman va undan tashqari har bitta o'sha berilgan pozitsiyalarni bu yerda monitoring qilib boriladi. Xo'p. Bu yerda esa o'rta muddatli o'sha har xil ideyalar beriladi. Misol uchun mana Ethereum klassika ideya berilgan bugun o'zida. Kirib bemalol foydalanishingiz mumkin. Bundan tashqari DEX yo'nalishida ham savdolar qilib boramiz. DEX yo'nalishida iloji boricha kamroq savdo qilishga harakat qilamiz. Fundamental qanaqadir kuchliroq loyiha chiqadigan bo'lsa, misol uchun mana Unionga o'xshagan mana shunaqa loyihalar yoritib boraman. Bemalol DEX ga ham agar qiziqish bildiradigan bo'lsangiz, bu yerda ham fundamental kuchli bo'lgan tokenlar signallari berib boriladi. Shaxsan o'zim beraman va shogirdlarim berib borishadi. Bundan tashqari muhokama 24/7 bu yerda o'zingiz ideyalaringiz berishingiz mumkin va undan tashqari mana bu yerda meni shogirdlarim va o'zim ishongan odamlar har xil ideyalar berib borishadi. Misol uchun mana Kaspa uchun ham ideya berishgan. Juda ham kuchli salohiyatli bu yerda treyderlar bor. Ya'ni o'sha daromadga chiqqan, bu sohada ancha yildan beri, bir 5-6 yildan beri faoliyat yuritadigan odamlar aynan bu guruhda yig'ilishgan. Men ko'rayotgan bo'lsanglar, mana o'zlarining ideyalarini va qanaqa natija bo'layotganligi har bittasini yoritib borishadi va muhokama qilib istalgan savollaringizni bu yerda 24/7 so'rash imkoniyatiga egasiz. Bu yerda natijalar bu yerda mana ko'rishingiz mumkin. Har xil natijalarni o'zlari misol uchun berib borishadi va oylik natijalarni ham tashlab boramiz. Xudo xolasa sentyabr oyini hali natijasini qilmadik. Alohida yoritamiz sentyabr oyi. Va yangi airdrop va pre-sale bo'limi ochiladi. Bu yerda nima bo'ladi? Har xil airdroplarni yoritaman va qanaqa qatnashish kerak, nimalarga e'tibor berish kerak va undan tashqari pre-sale. Misol uchun XPL da yaqinda deyarli $8,500 dan ko'proq daromad oldik. Aynan bu narsani yoritgandim. Telegram kanalda XPL airdropidan aynan pre-sale'da qatnashib airdrop olgandik. Va undan tashqari instrumentlar bo'ladi. Instrumentda bu yerda har xil birjalar va stop loss take profit qo'yish bo'yicha video darslar ham mavjud. Va guruh qoidalari mavjud. Xullas, mana shu guruhda bemalol qo'shilishingiz mumkin. Qo'shilish mana bu kanalimizni mana bu yerda pros signal va tahlillar degan joyda Ma'murjon Paybot orqali rejalarni ko'rish orqali bemalol
qatnashishingiz mumkin. Rejalar tugmasini bossiz, bu yerda hamma prayslari ikki xil ko'rinishda. USDT BEP20 seti orqali to'lov qilishingiz mumkin va bundan tashqari yulduz, ya'ni Telegram Stars orqali ham to'lov qilishingiz mumkin. Ikki xil ko'rinishda, bir haftalik, bir oylik o'ziga mosini tanlab turib yoki yulduzchalik yoki shu USDT orqali to'lov qilishingiz mumkin. Xo'p, bizda hozircha shu va umumiy trade yakunlaymiz va natijalarni mana shu yerda qoldirib ketaman. Shu kungacha qancha natija qilganligimiz o'zingizlar ham ko'rdinglar. Xudo xolasa bu real trade'ni yana davom ettiramiz va bundan keyingi mana bu tokenlarning keyingi natijasini ikkinchi videoda men sizlarga joylayman. Albatta, kutinglar. Hammaga rahmat.